Bir hadisning mazmuni. Savol. Assalomu alaykum. Law da'a li iqalu ba'irin lawajadtuhu fi kitabillah degan bu hadisning mazmuni nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Navoda mening bir tal tugi bog'laydigan arg'amcham yutib ketgan bo'lsa, albatta uni Qur'ondan topgan bo'lardim. Bu hadis emas, balki ba'zi bir tafsir va Qur'on ilmlari kitoblarida Ibn Abbos radhiyallohu anhuga mansub qilingan so'zdir. Ma'nisi, Qur'on Karim ilgirkilarning va keyingilarning ilm ma'rifatlarini to'plagan bo'lib, buning ichida Alloh hech kimga bildirmagan qismini hisobga olmaganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hammani haqiqiy bilgan. Andın bu ilmni sahabi kiramlar miras algan. Şundaq bulğaçqa İbn Abbas radhiyallohu anhuma ashundaq degan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 11 nomerlik fatvo.